Assalomu alaykum yoshlar, sizlar bilan Umid Karimov. Noodatiy joyda, noodatiy holda, odatiy videoroliklardan bittasini yozamiz. Investitsion saytga pul tikib, pul ishlash, har kuni qandaydir passiv daromad olishning imkoniyati. Passiv daromad olsa bo'ladimi degan savollarga yana bir karra javob olamiz. Doimiy obunachilarim, kuzatuvchilarimga sira aytaman. Bu arbitraj uchun yozilayotgan videorolik. Tushundilaring degan umiddaman. Yangi kelganlarga arbitraj uchun yozilayotgan videorolik nima ekanligini video davomida aytib o'tib ketaman. Xo'p, eslatib o'taman, har qanday internetga kirgizayotgan pulingiz xavf ostida bo'ladi. Bunga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Internetdan xavfsiz pul ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida ikkinchi silka Telegram kanaldagi bo'ladi. Telegram kanal mana ekraningizda ko'rib turibsiz. Bir kunda bir marta qandaydir xabar qo'yiladi. U yerdan xabar 24 soatgina turib o'chib ketadi. Qisqasi, Telegram kanalga kiring, kuzating. Juda ham yaxshi ma'lumotlar chiqadi. Botga qaytamiz. Yo'q, bu signal bot kerak emas. Signal bot haqida ham bugun videorolik chiqazganman. Telegram kanaldan bilib olishingiz mumkin uni ham. Mana bunaqa bot mavjud. Ayni vaqtda Vivo AI deb nomlanadi. Sun'iy intellektlarni va boshqa narsalar haqida ma'lumotlar berilyapti va odamlarni chaqirib pul ishlashimiz mumkin yoki pul tikib pul ishlashimiz mumkin. Shuni ko'rib chiqamiz. Videoning tagida birinchi silka mana shu botniki bo'ladi. Botga kirganingizdan keyin startni bossangiz, mana startni bosdim. Mana open app desangiz, sizga mana bunaqa sayt ochiladi. Kirgan holatingizda nimani ko'rishingiz mumkin? Sayt haqida ma'lumotlar, minimal pul kirgizish, minimal pul chiqazish, qancha olsa bo'ladi, qancha chiqarsa bo'ladi. Minimal 211 chiqarsa bo'ladi, minimal pul kirgizish $10 dan boshlanadi. $10 kiritsak 211 bizga pul beradi. To'g'ri tushunayotgan bo'lsam, maksimalini hozir birgalikda ko'ramiz. Keyin следующийni bosadigan bo'lsak, bizga mana minimal $10 kiritsangiz har kuni 211 dan ishlashingiz mumkin bo'ladi. $24 kiritsangiz $611 dan ishlashingiz mumkin. $79 pul kiritsangiz $21 dan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu tariqa, mana VIPni ko'tarilib borgani sari summalar ham xuddi shunday ko'tariladi. Следующийni bosamiz. Bu yerda uje hamkorlik dasturi haqida ma'lumot ketyapti. Bu ham bizga kerak. O'zimiz arbitrajnik bo'lganimiz uchun, arbitrajda ishlaganimiz uchun shunga o'xshash hamkorlik dasturlaridan ham pul ishlasak bo'ladi. Agar bizga bu to'g'ri kelsa albatta. Nima demoqchiman? Hozir men sizlarga kiringlar, zo'r pul ishlaymiz, bomba sayt desam, sizlar kirasizlar, sizlar kiritgan $10 dan men $1.14. Yo'q, общий hisobda sizlar $100, $1000 pul kiritsalaring, men $140 o'shandan ishlayman. Arbitrajnik sifatida hamkorlik dasturini ishlatayotganim uchun. Lekin men u gapda aytayotganim yo'q. Saytga kirmanglar, pul kirgizmanglar. Videoni oxirigacha ko'rmasdan turib. Qarorni eshitmasdan turib. Verdikt deydi ruslar. Sizlar chaqirgan odamdan 2% daromad olaman, ular chaqirgan odamdan 1% daromad olaman. Shunday qilib 17% gacha daromad bo'lishi mumkin ekan. Undan tashqari mana bunaqa yana bonusli sistema $1000 kiritsa $30 sizga beriladi. Shunaqa короче. Yaznayoni bosamiz va o'chiramiz. Qaranglar, men уже pul kirgizib 2 darajasini olib bo'ldim. Hozir birgalikda qolganini ham ko'ramiz. O'zi shunchaki pul kirgizib olayotgandim, keyin kelinglar videorolik yozib qo'ya qolaman degan qaror keldi arbitraj uchun. Arbitraj uchun nima ekanligi haqida ham hozir gaplashamiz. Перезарядка tugmasi orqali pul solib olinadi. Mana xohlagan turdagi valyutangizni tanlaysiz. Albatta kriptovalyutalarni. Xohlaganingizni TRC20 tarmog'i ostidagi USDT mi yo BNB mi farqi yo'q. Любойning ustiga bossangiz sizga QR kod chiqadi. QR kodni skaner qilish orqali o'z hamyoningizdan yoki mana bu adresga pul jo'natish orqali pul solib olinadi. Qancha jo'natsangiz o'shancha pul yetib keladi. Keyin nima ko'ramiz? Boyagi VIP darajalar mana. VIP 1, VIP 2, VIP 3 darajalari. Atazvat tugmasi orqali biz pulimizni qaytarib chiqazib olishimiz mumkin. Men hali pul chiqazmadim, hozir lekin birgalikda chiqazamiz. Приложение tugmasini bosib, o'zimizning telefonimizga shu saytni APK faylini saqlanib qilib olsak bo'ladi. Oson bo'lishi uchun, qulaylik uchun. Profil kompaniya degan joyda bosadigan bo'lsak, bizga nima ochiladi? Qarang, qandaydir saytni Vivo, hozir ayni vaqtda Vivo kompaniyasi haqida ma'lumot ochilgan. Vivo kompaniyasi rostdan ham shunaqa bo'lishi va xuddi shu joyda joylashgan bo'lishi mumkin. Lekin Vivo kompaniyasini bu saytga aloqasi qay darajada borligini bilmadim. Demoqchi bo'lganim, Vivo kompaniyasi bu sayt borligini ham bilmaydi, скорее всего. Menda hozir mana ochiq turibdi, qolganlarda qulf turibdi, $24 ochiq turibdi. Mana VIP darajaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham mana разблокировать эффективно, ya'ni ochilgan. Men hozir $6.11 pul ishlasam bo'ladi. Hozir zadachaga o'tamiz.
Mana zadacha tugmasini pul kirgizasiz, keyin VIP darajasi sizga avtomatik ochiladi mana. 24 dollar kiritsangiz sizga effektivni mana bunday ochiladi. Keyin mana zadacha degan joyga bosamiz va bonus mission turibdi. Mana 24 dollarga завершить tugmasini bossak animatsiya bo'ladi. Qanaqadir ishda bizga emulyatsiya qilib beradida, pulimiz ishlandi. Mana завершенныйga kiradigan bo'lsak, bugun bitta 600 dollar 11 sentligini ishladik. Mini degan joyda, ya'ni o'zimiz shaxsiy kabinetimizga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana pul ko'rishingiz mumkin. Qarang, biz kirgan paytimiz hech qayerdan ro'yxatdan o'tmadik. Shunchaki botdan startni bosdik, Telegram akkauntimiz orqali ro'yxatdan o'tdik. Endi biz отозвать tugmasini bossak hozir odatda shunaqa bo'ladi. Mana установите parol degan narsa chiqadi. Biz kirgan payt pul ustanovka qilmadik parolda. Hozir ustanovka qiladigan bo'lsak, keyingi safar pul chiqarishni xohlagan paytimiz ham xuddi shunday parol terishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun parol esimizda qolishi kerak. Mana bunday qilib terib olamiz. Mana parolni terdim va подтверждать degan tugmani bossam, parolim ustanovka bo'ldi. Endi pul chiqarib olish uchun bizga 4 xil yo'l bor ekan. USDT ni 3 xil, uzr. 3 xil varianti. BIP20 tarmog'i, TRC20 tarmog'i, keyin BIP20 yana bir marta. Bu USDC ekan. Bizga USDC kerak emas. Yo USDT ni, yo BIP20 USDT ni tanlaymiz, yo TRC20 dagi USDT ni tanlaymiz. BIP20 da minimalka 2.11 ekan. BitTronda 6 dollar ekan. Bizda hozir unisiga ham, bunisiga ham yetadigan pul bor. Kelinglar, BIPdan chiqaza qolamiz. BIP20 tarmog'i tezroq ishlaydi. Tarmoqni tanlab oldik. Qancha chiqazib olishimiz mumkinligi bu yerda ko'rsatilgan. Endi qiladigan ishimiz mana summani mana bu yerga yozish. Qancha chiqazib olishni xohlayotganimizni, qancha chiqazib olsak bo'ladigan summa, qancha chiqazib olishni xohlayotganimiz bu yerga yoziladi. Endi mana bu yerga BIP20 tarmog'i ostidagi USDT adresimizni qo'yib olishimiz kerak. Men bitta pauzaga qo'yib adresimni olib olaman, kutib qolmasliklaring uchun. Xo'p, adresni olib oldim, endi qo'yamiz. Undan keyin parol. Hozirgina tergan parolimizni qaytadan terishimiz kerak. Har safar pul chiqarishni xohlagan paytimiz parolni terishimiz kerak bo'ladi. Подтверждать degan tugmani bosdik. E'tibor beringlar, ayni vaqtda 11:qanisan? 11:30 vaqtimiz. Pul yetib kelgan vaqtda men sizlarga ko'rsataman. Albatta SMS ni ko'ramiz. Bir qara shotni ochib tekshirib qo'yaylik. Tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Shotimizda qancha borligi ma'lum demoqchi edim. SMS birinchisi keldi. Mana sraza. BIP20 tarmog'i hozirda juda ham tez ishlayapti. E'tibor beringlar, 6:11 yetib keldi va SMS da birinchisi kelgan hozircha. Telefonni mana shunday ushlab turaman, ikkinchisi kelguncha. Ungacha ekranni ham bu tomoniga qaranglar. Telefonga SMS kelsa, ikkinchi pul ham kelgan bo'ladi. Hozircha qisqasi saytdan pul chiqib ketgan уже. Saytdan pul chiqib ketgan. Hozir menga kelyapti. Bu уже hammasi tranzaksiya, parol, tranzaksiyani ish jarayoni. Hozir kelib qoladi. Короче, saytdan pul chiqib ketib bo'ldi. Pul momentalni chiqib ketar ekan, yetib kelguncha lekin vaqt o'tadi. Xo'p, VIP darajalarni ko'rdik, yana bir karra ko'rib o'tib ketamiz albatta. Keyin arbitraj deganda nimani nazarda tutayotganimni aytaman. Pulimizni tranzaksiya tugashiga juda ham ko'p vaqt ketyapti. Ko'p emas. Necha sekund ketdi hozir mana. Videoni pauzaga qo'ymagan holda olyapman. Menimcha unaqa ko'p vaqt ketgani yo'q. Lekin qo'lim og'ridi. Eng og'ir qilgan ishingiz barmoqlaringiz orqali bo'lsa, telefonni bilan ushlab turish ham og'irlik qiladi. SMS keldi shekilli. Hozir bitta obnovit qilamiz, yashil bo'ladi. Завершенный mana. Menga 6 dollar 11 sent yetib keldi. Bu degani sayt to'lovda. Lekin sayt to'lovda kiringlar degani emas. Nima demoqchiman? Sayt bugun ochilgan. Agar har doimgi analizimizga qarab turib saytni yashash muddatini aniqlaymiz, analiz qilib ko'ramiz desak, kirgizgan pulimizni chiqazib olish davrini 2 ga ko'paytiramizda 1-2 kun qo'shaversak bo'ladi. Odatda shunaqa ishlaydi bunaqa saytlar. Biz 24 dollar kiritib, 6 dollar chiqazib oldikmi? Bu degani biz 4 kunda o'sha pulimizni oshig'i bilan chiqazib olamiz degani. 8-10 kun maksimum ishlaydi. Bu bugun kechqurun ochilgan. Bugun kechqurun tashlayapman. 1 kun bo'ldi.
Bu degani bizda 8-9 kun vaqt bor degani. Lekin bu risk. Kirgizib passiv daromad olsangiz bo'ladi, lekin qanchalik bu sizga kerak o'ylab ko'ring. 24 dollar pulingizni kirgizish yoki 10 dollar pulingizni kirgizish. Birinchi 10 dollarligini olmoqchi edim, keyin mayli deb riskovat qilib ko'rdim 24 dollar. Pulimni 4dan 1 qaytdi. Endi yana 3 kun davomida pul chiqazib olsam bo'ldi. E'tibor beramiz. Komanda degan joyda bossak, nima uchun menda internetda muammo bor? Обновить. Mana, komanda degan joyda ochadigan bo'lsak, bizda referral silkamiz chiqadi. Men mana shu referral silkani videoni tagiga birinchi silka qilib qo'yib qo'yaman. Kirib pul kirgizishlaring uchun emas, kirib ko'rishlaring uchun, kimga qiziq bo'lsa. Doimiy obunachilarim uje kirishmaydi ham, ko'rishmaydi ham. Sababi boshida arbitraj uchun dedim. Qarang, arbitraj uchun degani nima? Arbitraj uchun degani bu men o'zim arbitrajnikman, arbitrajdan daromad olaman. Mana bu videoroliklarni arbitraj uchun yozyapman. Arbitraj degani odamlarning e'tiborini tortib, shu e'tiborni pullash. Men hozir yangi kanalimga begona bo'lgan odamlarning e'tiborini mana shu videorolik orqali hech bo'lmasa bittasinikini tortib, keyin ularga moshenskiy proyektlarni va firibgarlarni ko'rsatib berib, ularni ishonchiga kirib, ularga o'zimni qora xazina degan klubimni sota olsam, mana shu arbitraj uchun qilgan to'g'ri yo'nalishim, to'g'ri ishim bo'ladi. Odamlarga ham firibgarliklar haqida ma'lumot beraman, ham odamlarga xavfsiz pul ishlashni o'rgataman qora xazina klubi orqali. Qora xazina klubiga qo'shilish videoning tagida Telegram kanalim orqali bo'ladi. Qisqasi hamma foydada bo'ladi. Shuning uchun arbitraj uchun deyiladi bu videorolik. Mene degan joyga tushsak, menga degan joyga tushsak, xuddi shu pul solish, pul chiqazish, счётlaringiz, finansoviy zapisi, передача bu счётdan bu счётga. Ya'ni men hozir 24 dollarda olmasdan turib, yo'q, 611 dollarda olmasdan turib, bu счётimdagi pulni bu tomonga yoki bu tomondagi pulni bu tomonga o'tkazsam bo'lardi. Передача shuning uchun kerak. Xatimiz meni och deyapti. Demoqda. Divotda. Deyapti. Har xil shevalarda aytsa bo'ladi. Lekin agar internetingiz yaxshi bo'lsa, internetingiz yaxshi bo'lmasa hech qaysi shevada ayta olmaysiz mana. Uspешно ochib ko'ramiz. O'sha chiqazgan paytimizda o'zidagi bo'lgan 23 soat 30 minut 48 sekundda pulimiz chiqib ketgan. Kelgan vaqtini ham ko'rsatdim. Videoni ozgina orqaga qaytarsangiz, aniq vaqtini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, yaxshilar, juda ham oddiy, juda ham sodda hype proyektlardan bittasi. Sizlarga aytadigan gapim, umuman qiziqmanglar. Mana Vivo telefonlarning kompaniyasini, shunaqa texnический kompaniyani просто tak niqob qilib olib, bular ishlashyapti. Men qay darajada pulimni chiqazib olaman yo'q, bilmayman. Oxirgacha chiqazib ola olamanmi? Lekin sizlar chiqazib olishlaring juda ham qiyin bo'ladi. Sabab agar bular menga pulimni chiqazib bermasa, men videorolik olganman, sizlarni reklama qilyapman, odamlar kutishyapti, men pul chiqazishimni, men pul chiqazsam odamlar kiradi deb yozsam, bular menga pulimni chiqazib beradi. Tushunyapsizmi? Menda qurol bor. Shuning uchun men qo'rqmasdan pul kirgiza olaman. 10 dollar kirgizganimda hozir videorolikda olmasdim, 24 dollar kiritdim. Pulimni страховка qilish uchun videorolikda yozyapman. Mabodo pul chiqazib berishmasa, men mana shu videoroligimni qurol sifatida ishlataman. Bunaqa saytni ochadiganlar odatda o'zbek bo'lmaydi. Meni videoroligimni ko'rsa ham, как reklama qilyapti, odamlarga kir deyapti deb tushunishadi. Mana pul chiqayotganini ko'rsatib beryapti, mana pul chiqazdim, kiringlar deyapti deb o'ylaydi. Shu hisobiga bunaqa videoroliklar yoziladi. Hozircha bu strategiya meni o'zimni pul ishlash yo'nalishim, sxemam ishlayapti. Qachongacha ishlaydi bilmayman, lekin hozircha ishlayapti. Kanalda yangi bo'lsangiz, Telegram kanaliga kiring. YouTube kanalida o'zida pul ishlash, oq pul ishlash yo'llari, tekshirilgan sxemalar degan playlist bor. O'shanga kirsangiz, sarmoyasiz va sarmoyali pul ishlashlar haqida ma'lumotlar bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan Umid Karimov bo'ldi. Chachamang.